Xayrli kunlar. Xayrli kunlar vatan söygen qarindoshlar. Bu faoliyatim, ya'ni Nazi China Stop Uyg'ur Genocide degan faoliyatim yana davomlashyapti. Bugun shaharning ichiga kiramiz-ham, Norvegiyaning o'xshamagan yerlarda yana bu faoliyatni davomlashtirib kelyapman. Hozir bu bizning azroq dam oladigan yerimizdan-di. Uyimizga biroq yaqin yerda o'tirib bu faoliyatimning oxirini davomlashtiryapman. 1-2 soat atrofida bo'ldi desak bo'ldi. Chunki 24-islar kuni men dengizdan kelgan, ya'ni 29-islar kuni dengizga mangam dedim. Atim Xudoyim bursi bor, o'gillikka dengizga ketib qolamiz desak bo'ldi qarindoshlar. Men bu faoliyat, bu namoyishimni takror davomlashtiryapman qarindoshlar. Endi butun dunyodagi barliq vatan söygen qarindoshlarimdan yana deydigan so'zim, takrorlaydigan so'zim qarindoshlar, bizning davoyimizningki, mening tushunganimda bu davoyimizning tubki negizi mushu Stop Uyg'ur Genocide da qarindoshlar. Mushu narsadan hamma narsa chiqadi deb o'ylayman. Hamma narsa chiqadi. Biz ilgirki suhbatlarimizda bu to'g'riliq takror dedik. Nima uchun biz Stop Uyg'ur Genocide deymiz? Nima uchun Uyg'ur erkiy qirg'inchilik, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bütün jazolarini, zulmlarini erkiy qirg'inchilik deymiz degan to'g'rida biz takror to'xtalgan. Bu to'g'riliq yana men takrorlab o'tirishni yaxshi ko'rmayman qarindoshlar. Ammo bilinglarki qarindoshlar, vatanimiz mustaqil bo'lganga qadar bu harakatim oxirigacha davomlashadi. Stop Uyg'ur Genocide degan. Men vatandoshlarimdan yana takror talab qilaman, bu da'vodan izchil voz kechmasliklarini umid qilaman qarindoshlar. Bu da'voga o'tgan yili nihoyat ko'p millatdoshlarimiz qatnashdi, chet elliklar qatnashdi, Uyg'ur qarindoshlarimiz jiq qatnashdi va Uyg'ur tilli qarindoshlarimiz jiq qatnashdi. Bugungi kuniga qarasanglar, ana dangliq futbol komandalarininki a'zolari, ya'ni dunyodagi nurg'unliq aktivistlar o'tirib, qo'llarga o'tirib, Stop Uyg'ur Genocide degan narsalarni yezib, dunyoga o'zining noroziligini bildiryapti qarindoshlar. Demak, bu davoyimizning epiratgan ishlarimizning to'g'riligini yana biz qaysi jihatdan bilamiz desak, Amerika, Yevropa, G'arb davlatlarininki Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini tonishi qarindoshlarimiz. Uningdan boshqa qarab beqinglar, Amerika davlat ishlar mudofaa ministrligidan tortib Uyg'ur erkiy qirg'inchilik deb atab kelyapti. Xitoyga buni erkiy qirg'inchilik, buni to'xtatsan deyapti. Besim shakllantiryapti qarindoshlar. Yani 2 gün avval ko'rdinglar, o'tirib 1 kun avval tunugunki, masalan, Radio Free Asiyaning chiqargan xabarda Amerika davlat ishlar ministrligida Wendy Sherman xonim Xitoyni ziyorat qilyapti hozir. Agar bugun kelmagan bo'lsa, bu mo'rib Xitoyga, ya'ni o'tgan yilgi uchinchi oyda bomi sifatida Xitoyga o'tirib bir maydonda o'tirib o'zining bu fikrini o'tirib qo'ydi qarindoshlar. Radio Free Asiyaning xabari kirib beqinglar. Xitoy sen Uyg'urlarga bo'layotgan erkiy qirg'inchilikni to'xtatsan deyapti. Qarindoshlarimiz, biz vatanimizni mustaqil qilamiz desak, xalqimizni erkin ozod qilamiz desak, mustaqillik erishimiz desak, biz qo'llashga ehtiyojliqmiz. Dunyoning qo'llashiga ehtiyojliqmiz. Shuning uchun dunyodagi insonlarning qo'llashini ehtiyojiga keltirish, qo'llashga keltirish uchun biz bu menayotgan yo'limiz to'g'ri qarindoshlar. Ham vatanda Xitoylar bizni nima uchun o'ltirib terrorist deb o'ltirib jazoladi? Terrorist deb o'ltirib necha million insonni o'ltirib jazoga kirdi. Nima uchun terrorist degan nomni keldi qarindoshlar. Mushu demakki Stop Uyg'ur Genocide bütün bizni terrorist hisoblagan, terrorist qilib bog'lagan Xitoyning bütün ko'rinmas kishilarini bog'laydi. Bizning mustaqillik uchun dog'lom bir sog'lom holatda menishimizga va mustaqilligimizni qo'lga keltirishimizda bir xalqaro shart-sharoit hozirlaydi. Qarindoshlar, shart-sharoitlarning hozirlanayotganligini ko'ryapmiz. Yevropadagi 5-6 davlat, kuchli davlat erkiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qildi. Faqat buni parlamentda turyapti. Parlament hukumatni harakat keltirishli bo'ldigan ish. Onundan başqa Amerika hökuməti bizning davoyimizni takror qo'llab kelayotgan Amerika hökuməti bugun qadar o'tirib og'izdan tushamayotdi. Yana tuni gün Xitoy bilan alyans suhbatining davomini qilayotgan Amerika
Davlat Mudofaa Ministrligimi, Tashqi ishlar Ministrligimda esimda qolmabdi. Yana Xitoy bilan Tianjida o'tkazgan söhbatining o'zida yana Uyg'ur qarindoshlar. Shuning uchun men butun dunyodagi vatan so'ygan qarindoshlarimdan takror talab qildiganim, takror umid qildiganim, vatan so'ygan qarindoshlar, vatandagi millatning ash zulm, qirg'inchilikning ichida turyotidi, irqiy qirg'inchilikning ichida turyotidi. Bu davoyimizdan hech qachon sal qaramaylik qarindoshlar. Takrorlaylik, davomlashtiraylik. Qo'limizga har doim bir mashinamizdan bo'lsa, stop Uyg'ur genocide degan bu plakatlarni ko'tarib olaylik, insonlarga ko'rsataylik, sotsial medialarda taqtaylik qarindoshlar. Sotsial medialarda taqtaylik. Mushundaq bo'lgan vaqtimizda biz bu davoyimizni yanada chunqurlashtirgan bo'lamiz qarindoshlar. Bugun Amerika, G'arb dunyosi futbol cho'lponlaridan qirg'inchiligini hamda ko'tarayotgan vaqtda biz Uyg'urlar o'tirib, hamda jimib qolsak bo'lmaydi qarindoshlar. Bizdan hech narsa ketmaydi. Qarindoshlarım bütün narsaning manbasi stop Uyg'ur genoside'da qarindoshlar. Bu to'xtatib qo'ydigan davo emas. Taki vatanimiz, millatimiz mustaqil bo'lgan qadar to'xtatib qo'ydigan davo emas qarindoshlar. Ko'pchilik masalaning jiq vaqtinglarni olmay, ko'rishkicha omon bo'laylik. Stop Uyg'ur genoside'ni to'xtatib qo'ymaylik qarindoshlarim.